Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sotuvimizda sizlar uchun Onyx mashinani qo'yib beramiz. 5-pozitsiya, hamma narsasi bor. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz qora svet, alda oblisovkalar qo'yilgan. Mashinamizni ish yerida ozgina petnosi bor ekan. Emblemasini ustida boshqa yerida kraskasi yo'q ekan. Sizlarga uchun ko'rsatib olasizlar. Balonlar rodnoy. Kuzupunda ish yo'q. Hamma yeri zo'r turibdi, zavod turibdi. Benzinda yurgan mashin 33.000 kilometr yurib turibdi. Lyuklar ham bor. Bir kamchiligi yo'q. Men asosab turibdi, bir like bosib qo'yasizlar. Ishlari qo'sha salon bo'ladi, o'zi ustida yana nakitkalar yezilgan, poliklar tozalgan, 33.000 yurib turibdi. Salonda o'zi 200 milliondan ziyod ekan. Mashinani sizlarga 153 million so'm beramiz. Yana ustunda kelishtirib beramiz. Savdo etib ko'rib olaverasizlar. 30 million bersizlar 3 million 800 ming so'mdan chiqadi 5 yil. Qo'shko'p avtomarketda turadi, sotuvda kelaverasizlar.